Assalomu alaykum obunachilar, kanalimizga takror xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun bir nechta sizlar uchun vakansiyalar bor, yangi kelgan vakansiyalar bor. Bularni sizlarga yetkazmoqchiman. Albatta bularni yetkazmasdan oldin do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsalaring, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va bundan tashqari doimgidek men aytamanki, menga Instagramdan bog'lanishlaring albatta mumkin do'stlar. Instagramda sayohat olami deb yozsalaring va durza tashlab turib albatta yoza olasizlar do'stlar. Bundan tashqari meni adminim Shuhratbek mana shu meni Telegram gruppamda admin qilib qo'yganman. Kirsalaring, gruppaga kirsalaring, albatta gruppada yozishga iloji yo'q. Faqatgina u yerga kirganlardan keyin butun yangi vakansiyalarni ko'rishlaring mumkin, eski vakansiyalarni ko'rishlaring mumkin va bundan tashqari Shuhratbekni Telegram silkasi. Shuni ustiga bitta bosadigan bo'lsalaring, to'g'ridan Shuhratbekni o'ziga olib kiradi va yozishlaring ham mumkin do'stlar. Xo'p, do'stlar, yana bitta narsani men aytib o'tmoqchiman. Isroilov Jo'rabek, ya'ni bu bola namanganlik, priglasheniyasi chiqqan o'zi yo'q. Qachonlardan beri bu odamda priglasheniyasi chiqqan, lekin u odamni topolmayapmiz. Agar mana shu videoni ko'rayotgan yoki mana shu namanganlik, yana takror aytaman, Isroilov Jo'rabek degan ukamizni tanigan, bilganlar bo'lsa, albatta xabarlarni berib qo'yarsizlar. Yoshini lekin so'ramabmiz. Shu yoshi ham ja unaqa bir nima emas, o'rta yoshdagi bir ukamiz menimcha. Xullas mana shu insonda priglasheniyasi chiqqan, ya'ni o'zi yo'q, topolmayapmiz. Tezroq chiqishlarini so'rab qolamiz. Tanigan, bilganlar bo'ladigan bo'lsa, balki yetkazib qo'yasizlar do'stlar. Xo'p, asosiy bir maqsadga keladigan bo'lsak do'stlar, asosiy maqsadimiz bugungi yangi vakansiyamiz. Yangi bugun vakansiya keldi do'stlar. Rasmiy ish VNJ bunga beriladi. Haqiqatan ham qonuniy kelganingizdan keyin firma tomonidan o'zi vitnajestvo qilib beradi. Tovuq vakansiyasi, ya'ni tovuq go'shti qadoqlash va vakuumlash shunga o'xshagan ishlar. Bu ham Slovakiyada do'stlar. Slovakiyada Galanta yaqinlarida. Faoliyat yo'nalishi tovuq go'shtini qayta ishlash. Asosiy vazifalar file va qanotni kesish deyapti. Fileni tozalash, vakuumlash, vazn o'lchash va qadoqlash do'stlar. Mana shu asosiy ish. Bundan tashqari ish jadvali 6 kun bo'ladi. Juma dam olish do'stlar. Bundan ham xabarlaring bo'lsin. 2 smenali ish bo'ladi. Har bir smenada 2 marta, ya'ni 30 daqiqalik tanaffus bor do'stlar. Bundan ham xabarlaring bo'lsin. Oyiga o'rtacha 250 soat, ya'ni qo'shimcha soatlar ham bo'lishi mumkin. Ish haqqi do'stlar soatiga 5,5 euro, ya'ni netto toza qo'lga tegishi mana shunday do'stlar. Keyinchalik 6 eurodan beriladi. Ya'ni bu degani oyiga 250 soat ish uchun 1375 va 1,5 eurodan to'g'ri keladi do'stlar. Xabarlaring bo'lsin, ya'ni avansi bor. Har 2 haftada 100 euro qo'shimcha bir avans olishlaring mumkin. Go'shtda do'stlar ana shu yerda o'zlaring olishlaring mumkin. Go'shtlarni, tovuq go'shtlarini, shunga o'xshagan narsalarni arzon narxda, albatta butun ishchilarga arzongina narxda olib bemalol, ya'ni yotoqxonalarga olib borib pishirib ham yeyishlaring mumkin. Ya'ni arzon narxda beriladi. Ish kiyim, ya'ni kurtka, shim, issiq jilet, shafka, rezina etik bepul beriladi bular do'stlar. Yotoqxona, hostel do'stlar 4 kishilik xonalardan iborat. Oshxona umumiy, dush va hojatxona bular hammasi umumiy, lekin transport, ishga qatnash bepul, avtobus qo'yilgan do'stlar. Yosh chegarasiga keladigan bo'lsak, 55 yoshgacha bo'laveradi. Ya'ni bu erkaklarga ham do'stlar, ayollarga ham farqi yo'q. Ya'ni 55 yoshgacha bo'laveradi. Ish ofitsialniy rasmiylashtiriladi. To'g'ridan to'g'ri ish beruvchi orqali yashash ruxsatnomasi, ya'ni vitnajestvo olishga firmani o'zi yordam beradi. Eng zo'ri priglasheniyasi 10 kunda chiqadi. Shunchalik tez do'stlar. 10 kunda priglasheniyalaring chiqadi. Xudo xolasa sira chiqqandan keyin navbatga qo'yiladi. Navbatga ham ja unaqa bir hozirgi kunda Slovakiyaniki ko'p nima bo'lmayapti. 1 oy, 1,5 oy, 2 oy juda ham cho'zilib ketsa 3 oylarda chiqyapti. Xabarlaring bo'lsin. O'sha navbatlarning chiqqandan keyin sira sizlar borib suhbatdan o'tasizlar. Yana pasportlaringni elchixonadan olib qoladi. Uzog'i bilan 1 oy, 1,5 oy deganda o'sha sizlarga viza ham bosilib keladi. Xabarlaring bo'lsin. Xo'p do'stlar, bu birinchi vakansiyamiz. Ikkinchi vakansiyaga keladigan bo'lsak, ikkinchi vakansiyamiz ham Bratislava shahrida, bu ham Slovakiyada yangi ish bor. Kecha albatta Instagramda o'tgan kuni bo'lsa kerak, men ozgina bir xabarni berib o'tgandim. Albatta bunga ham eng zo'r va yaxshi ish
armatura to'qish, ya'ni armatura vakansiyasi bor. Ish joyi zavod hududiga yangi binolar qurilish. Mana shunday ishlar qilinadi. Xo'p, vazifalari armatura to'qish, opalivka o'rnatish, beton qabul qilish va quyish. Mana shularni bilgan ustalar bo'ladigan bo'lsa, bu ishlarni biz bemalol qilaveramiz degan bo'lsa, albatta bizga Instagramdan yoki bo'lmasa mana shu Telegram gruppamizdan to'g'ridan bizga bog'lanishlaring mumkin. Ish bir grafigi, ish haftada 6 kun bo'ladi do'stlar. Smenalar 10 soatdan ishlanadi, xabarlaring bo'lsin. Ish haqqi soatiga 6 yevrodan, ya'ni netto qo'lga tegadigani mana shu do'stlar. 3 oy ishlagandan so'ng ish haqqi soatiga 8 yevrodan beriladi. Bundan ham xabarlaring bo'lsin, ya'ni oshiriladi. Oyiga 250 soat, ya'ni ishlash, ya'ni imkoniyatlari bor va bundan ham ko'proq ham ishlashlaring balki mumkin. Qo'llaringga tegadigan pul do'stlar eng kamida 1500 yevro. Ya'ni shu 250 soat ishlaydigan bo'lsalaring 1500 yevrodan to 2000 yevrogacha sizlar ya'ni oylik olishlaring mumkin do'stlar. Maxsus ish kiyimi albatta beriladi, shu firma tomonidan beriladi, bundan ham xabarlaring bo'lsin. Yashash joyi oyiga 200 yevro, lekin sizlardan ushlab qoladi, oyliklaringdan ushlab qoladi do'stlar. Xonalar 2 kishi, 3 kishidan iborat, yotoqxonalari, oshxona, dush, kir yuvish va WC, ya'ni tualetlari ham yotoqxona kvartirada joylashgan, bular ham xabarlaring bo'lsin. Ya'ni hamma yo'q shu ichida. Transport, ya'ni 5 kishilik guruhga xizmat avtomobil beriladi do'stlar. Ya'ni talablari 5 kishining ichida kamida bir 2 ta 3 ta odamning qo'lida pravasi bo'lsa yaxshi bo'ladi do'stlar. Chunki hech kim sizlarni olib borib kelmaydi, o'zlaringga mashina beradi, o'zlaring shu ishga qatnab, o'zlaring borib kelib yurasizlar. Ya'ni firma sizlarga bitta mashina beradi. Shuni aytib o'tyapti. 5 kishi ichida ya'ni kamida 3 kishi rus tili bilishi kerak. Ya'ni hech bo'lmasa bir kishi 2 kishi ya'ni ruscha bilmasa problema emas do'stlar. Lekin hech bo'lmaganda kamida bir 3 kishi ichlaringda ruscha bilish kerak. Albatta bunga gruppovoy keladigan bo'lsa, bir 5 kishi O'zbekistonda ishlab yurgan bo'lsalaring, bunga mana shu ishga kelishlaring mumkin. Yosh chegarasi do'stlar 25 yoshdan 55 yoshgacha bo'laveradi. Bu vakansiya uchun faqatgina 5 kishi kerak do'stlar. Bundan tashqari yana bitta yangi vakansiyamiz bor edi. Takror yana aytib o'tay buni. Bu hali ham olyapti odam Volkswagenga do'stlar. Volkswagenga vakansiyamiz bor. Oyligi 1000 yevrodan beriladi. Bu degani 1155 hozirgi kunda shunday bo'lyapti. 1155 dollardan bo'ladi. Ishga qarab keyinchalik hani 1200-1300 yevro ya'ni oshadi albatta. Bu degani ham ya'ni 1380 dan to 1500 dollargacha degani endi bu. Ya'ni hozirgi kunda 8 soat ish bo'ladi, yotoq beriladi, qo'shimcha soatlarga alohida pul to'lanadi. Talablari rus tilini albatta lekin bilishlaring kerak do'stlar. 25 yoshdan 45 yoshgacha bunga ham bo'laveradi. 25 yoshdan 45 yoshgacha odamlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu Volkswagenga men boraman deyotganlar bemalol ham takror bizga Instagramdan yoki bo'lmasa o'sha Telegram gruppamizdan to'g'ridan bizga bog'lanishlaring mumkin do'stlar. Do'stlar, yana bitta narsa bor. Vakansiya bu furaga, ya'ni SY kategoriyalari bor insonlarga yana Slovakiyada bizda vakansiyalarimiz bor. Bu ham hammasi narxlari bir xil do'stlar. Ya'ni 1800 dollarga qilib beryapmiz. Slovakiyani ham 1800 dollarga qilinyapti. Latviya ham shunday, Litva ham shunday. Faqatgina buni ichida hozir Polshaga 700 dollarga qilib beryapmiz do'stlar, priglasheniyasini. Qolganlarga shunaqa 1800. Hattoki Portugaliyaga ham qilyapmiz. Portugaliyaniki ham xuddi mana shunday 1800 dollardan ketyapti do'stlar. Hozirgi kunda Slovakiya, Latviya, Litva, Polsha, Portugaliya mana shu 5 ta davlatga qilyapmiz. Ba'zi vaqtlarida Serbiyadan ham vakansiyalar chiqib qolyapti. Hali ham mana misol manikyur, pedikyur bilgan ayollarimiz bo'ladigan bo'lsa, parikmaxirlar, ya'ni misol go'zallik salonida ishlaganlar bo'ladigan bo'lsa, Serbiyaga albatta ishga olyapti. Bundan ham xabarlaring bo'lsin, agar ayol kishilar ko'rayotgan bo'lsa. Bundan tashqari Latviya, Litvalarni ham albatta yaxshi bilasizlar. Latviyada ayollarga pizza pishirishga bizning nimamiz bor, vakansiyamiz bor. Erkaklarga g'ish urish, shunga o'xshagan ishlar bor. Yana bundan tashqari nima deydi? Armaturshik,
g'isht teruvchi, bunga o'xshagan xullas shu qurilish sohasi bo'yicha Latviyada ham, Litvada ham bor va yana Litvada CE kategoriyaga qilyapmiz. Xabarlaring bo'lsin do'stlar. Kimda kim qiziqadigan bo'lsa, albatta bizga to'g'ridan chiqaverasizlar. Bugungi yetkazib qo'yadiganim sizlarga mana shu edi azizlar. Hammaning Alloh panohiga sog' salomat bo'linglar.